Qurban Hayit banasida çoqum köp göş yeyiş şartmı? Abdore doktor Məmtimin. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, oldimizda Qurban Hayit kelyapti. Musulmonlarning an'anaviy qoidasi bo'yicha Qurban Hayitda sharoiti yor bergan oila qurbonlik qiladi va bayram jarayonida ko'plagan go'sht va go'sht yemakliklarini iste'mol qiladi. Iqtisodiy ahvoli yaxshi oilalar iqtisodiy to'van oilalarga go'sht hadiya qildi. Hatto ularning qurbonlik qilishiga yordam berdi. Yaqinda tordan uchur izdavitib, mundaq ikki maqolaga ko'zim tushdi. Birining temasi go'sht yemaydiganlar islomga tava emasmi? Bo'lib, uningda go'sht yeyishning islom dinida diniy majburiyatmi yo'q degan mazmunda o'xshamagan ko'z qarashlar o'ttirg'a qo'yilgan. Yana birining temasi go'sht yemaydiganlarning Türkiyədəki hazırki ahvali. Bu bir ilmiy maqala bo'lib, uning da go'sht yemaydiganlarning Türkiyədəki ahvali bayon qilingan. Hozir go'sht yemaydiganlar butun dunyo nufusining taxminan 20%ni tashkil qiladigan bo'lib, ularning umum nufusi butun dunyodagi musulmonlarning umum nufusidan ko'p farqlanmaydi. Dunyoning har qaysi joylarida, bo'libmi taraqqiy qilgan g'arb davlatlarida yaqinqi 20-30 yildan buyon go'sht yemaydiganlarning soni uzluksiz ko'paymoqda. Biroq musulmonlar ichida go'sht yemaslik faqatla noiti ayrim ahvol bo'lib, texi bundaq bir iqim shakllangani yo'q. Sağlamlıq nuqtasidan aytganda, insonlar go'sht iste'mol qilish orqali badanga ehtiyojli bo'lgan oqsil va may moddasiga erishadi. Go'sht tarkibida oqsil va may moddasidan boshqa yana bir qism vitaminlar, ya'ni vitamin O2, vitamin D va ba'zi mineral moddalar bor. Odam badani kuniga her 1 kilo beden ağırlığı üçün təxminən 0,8 gram oqsilga ehtiyojliq. Yani 50 kilogramlıq bir adam kuniga 40 gram oqsilga, 100 kiloluq bir adam kuniga 80 gram oqsilga ehtiyojliq. Oqsil odam badanida nihoyat muhim xizmatlarni o'taydigan modda bo'lib, badanda oqsil va boshqa zarur bo'lgan oziqliq moddalar kam bo'lsa bo'lmaydi. Biroq odam badani bu moddalarga erishish uchun cho'qim kunda ko'plab go'sht yeyish hojatsiz. Go'shtdan boshqa odam badanini oqsil bilan ta'minlaydigan yemakliklar sut, tuxumning eqi va barliq purchoq oilasidagi o'simliklardir. Agar go'sht yeyish cho'qim zarur bo'lgandimi, har xil go'shtdan o'ttiri hisob bilan kuniga 70 gram go'sht badanning ehtiyoji uchun yetarlik. Badanning fiziologiyalik ehtiyoji nuqtasidan aytganda, balog'atga yetgan bir inson kuniga taxminan 1500 dan 2200 kilokalori energiyaga ehtiyojliq. Biz bu energiyaga asosliqi oqsil, may va karbon suv birikmasi, ya'ni shakar qatorliq 3 cho'ng oziqliq moddasi orqali erishimiz. Odam badani yuqorqi badanni energiya bilan ta'minlaydigan 3 cho'ng oziqliq moddadan boshqa yana suv, har xil vitamin, talla va to'mir, natriy, kalsiy qatorliq har xil mineral moddalarga ehtiyojliq.
Көплеген munosabatlik tadqiqotlar natijalariga asoslanganda, hozir butun dunyoda ozuqliq normadan eshib ketish, ko'p yeyish sababidan har xil kasalliklarga giribdor bo'lganlar va shu sababdan o'lib ketayotganlar soni, ozuqliq yetishmaslik, ya'ni yeydigan yetarlik yemaklik yo'q bo'lish sababidan har xil kasalliklarga giribdor bo'lganlar va shu sababdan o'lib ketayotganlar sonidan 3 hassa ortiq bo'lib, go'shtdan boshqa ozuqliq yetishgan, biroq go'sht yeyolmaslik sababidan kasal bo'lib o'lib ketganlar asosan yo'q deyarlik. Aksincha, go'shtni yo'q deyarlik yeydiganlarning o'ttirchi ömrü go'shtni ko'p yeydiganlardan ko'zga ko'rinarlik darajada uzun bo'lib, nurg'un taraqqiy qilgan davlatlarda go'shtni oz yeyish yoki go'sht yemaslik sog'lom yashashning simvoliga aylanib qolmoqda. Eng muhimi ozuqliq tangpungligiga kapolatlik qilish va har xil yemakliklardan badan ehtiyojli bo'lgan oqsil va boshqa ozuqliqlarga yetarlik erishishdir. Dünya Səhiyyə Təşkilatı 2018 yılı e'lon qilgan 2016 yılı bütün dünyada insonlarning o'lib ketishiga sabab bo'lgan 10 kasallik to'g'risidagi sonliq ma'lumotlarga qaraganda, u 10 xil kasallik ichida ozuqliq normaldan eshib ketish yoki ko'p yeyish va yoki semizlik bilan munosabatlik kasallik 3 xil. Ularning ichida eng ko'p o'lib ketishni keltirib chiqargan birinchi va ikkinchi o'rindagi kasallik yurak qon tomir kesili va miya qon tomir kesili bo'lib, ularning go'sht va mayni ko'p iste'mol qilish bilan belgilik munosabati bor. Balki ba'zilar ota-bobolarimiz bir qo'yning go'shtini butun yeydigan botir millat edi deyishi mumkin. Shundoq, insonlar dehqonchilik davriga kirishdan burun ovchilik bilan shug'ullanadigan bo'lib, asosan go'shtga tayanib yashab kelgan. 100 yillar ilgari yolg'iz biz emas, Budda va Hindi diniga e'tiqod qiladigan bir qism kishilardan boshqa nurg'un millatlar go'shtni ozuqliq qimmati eng yuqori bo'lgan esil yemaklik qatorida iste'mol qilib kelgan. Burun insonlar go'sht, may va shakar qatorliq yuqori energiyalik yemakliklarni ko'p iste'mol qilsa-mu, shuningga mos holda harakat qiladi. Jafoliq ishlaydi. Yaqinqi 100 yildan buyon qatnash qurolining taraqqiy qilishiga va ishlab chiqarish kuchlarining mashinlashishiga ergishib, insonlarning harakat qilish fursati tadrijiy holda ozlab ketdi. Taraqqiy qilgan davlatlarda bo'lsa, harakat qilish hatto faqat jamiyatning yuqori qatlamidagi kishilarning turmush odatiga aylanib qoldi. Natijada insonlarning ozuqlanishiga bo'lgan tushunchasi va talablari burunqi yaxshi ozuqlanish uqumidan sog'lom ozuqlanish uqumiga qarab o'zgardi. Go'sht, may qatorliq yuqori energiyalik yemaklik tadrijiy holda insonlarning dasturxonlaridan ozlashga boshladi. Tarixdan beri sog'lom yashash va uzun umr ko'rish insonlarning eng cho'ng orzusi bo'lg'achqa, insonlar bu jihatda ko'p izlanishlar elib berib, bugungi zamonda go'sht, may va shakar qatorliq yuqori energiyalik yemakliklarni iste'mol qilishni kontrol qilish va tarkibida har xil vitamin va talla mo'l bo'lgan o'simlik yemakliklarni nisbatan
asas qilib iste'mol qilganda sağlam yaşıgılı və uzun ömür körgülü boladiganligi to'g'risida yakun chiqarishdi. Endi o'zimizning ahvoliga kelsak, biz yashagan jamiyat garchi iqtisodiy jihatda taraqqiy qilayotgan bir jamiyat bo'lsa-mu, ham xalqimiz uncha boy bir xalq bo'lmasa-mu, biroq xalqimiz sog'lomlik jihatda iqtisodiy taraqqiy qilgan boy davlatlarda ko'p uchraydigan semizlik bilan munosabatlik, yurak qon tomir kesili, miya qon tomir kesili, yuqori qon besimi, jigarni may qaplash, diabet kesili qatorliq kasalliklar bilan iqtisodiy taraqqiy qilmagan kambag'al davlatlarda ko'p uchraydigan har xil yuqumli kasalliklarning ziyonkashligiga tang uchrab keldi. Albatta uning sabablari har xil bo'lib, u sabablarning biri bizning sog'liqni saqlash engimizning to'van bo'lishi va oziqlanish jihatdagi ko'z qarashlarimizning davrning taraqqiyotiga toza moslashib ketolmaganligidan. Men vatanda doktorlik qilayotgan mezgillarda har yili Qurbon hayit mezgilida ko'p go'sht yeb doktorxonaning jiddiy bo'limiga kelgan bemorlarning soni odatdagi vaqtdan xeyli ko'p bo'lganligini ko'rgan. Shunga men biz necha yuz yildan beri odatlangan ba'zi qarashlarimizni zamonga mos holda o'zgartirishimiz zarur deb qarayman. Men xalqimizning sog'lomligini va xalqimiz navbatda yuzlanayotgan krizisni chiqish qilib, Qurbon hayit munosabati bilan dunyoning har qaysi joylarida bo'libmi taraqqiy qilgan g'arb davlatlarida yashayotgan va boshqalarning qurbonlik qilishiga yordam bermoqchi bo'lgan qarindoshlarga ozroq taklif shaklda o'z ko'z qarashlarimni o'ttirib qo'yib o'tmoqchi. Uyg'urlar mayli dunyoning qaysi yerda yashayotgan bo'lsin, texi go'sht yeyolmaslik sababidan hayoti tahdid ostida qolgani yo'q. Biroq xalqimiz nurg'un taraflarda bo'libmi millatning kelgusi istiqboli jihatda zo'r bir tahdidga duch kelmoqda. Milyonlagan xalqimizning hayoti tahdid ostida qolmoqda. Milliy ma'rif va milliy madaniyatimiz qattiq cheklamaga uchrab, yo'qolish tarafga qarab yuzlanmoqda. Milliy kimligimiz zo'r tahdidga duch kelib, milliy da'vo burunqidan texma keskin davrga qadam qo'ydi. Fan texnikaning har qaysi sohasida yetishgan insonlarimizning kamligi sababidan xalqimiz texma ko'p ixtisos egallariga ehtiyojli bo'layotdi. Navbatda muajiratdagi xalqimiz bo'libmi vatandagi oilasi bilan aloqasi uzilgan yosh o'quvchilar, bolalar va xonim-qizlar har xil qiyinchiliklarga duch kelmoqda. U konkret qiyinchiliklarning biri Turkiya qatorliq bir qism davlatlardagi bo'libmi butun xalqqa haqsiz sug'urtasi berish yo'l qo'yilmagan ba'zi davlatlardagi salohiyati hal bo'lmagan xeyli ko'p sondagi kishilarning har xil sabablar tufaylidan sog'lomlik sug'urtasining yo'q bo'lishi va shu sababdan kasal bo'lib qolsa doktorga ko'rinolmasligi hisoblansa kerak. Bu jihatda mendan yordam so'raganlar xeyli ko'p. Men egilagan ahvolga asoslanganda hozir Turkiyada yashayotgan Uyg'urlarning soni 30 mingdan ortiq bo'lib, ularning 90-95%ning sog'lomlik sug'urtasi yo'q ekan. Turkiya vatandoshi bo'lmagan, biroq iqomati bor Uyg'urlar agar o'zi pul to'lab sog'lomlik sug'urtasi olmoqchi bo'lsa, bir oila oyda 480 lira, ya'ni taxminan
$80 pul topshirish kerak ekan. Ondan başqa Türkiyədə 1000-dan artıq ata-anası yenida yo'q balalar və 3000-dan artıq eri qishida yo'q balası bar ayollar bar ekan. Ular yilda bir qatim keladigan Qurban hayit banasi bilan bir necha kun ko'p go'sht yevilishdan bakrak hayotida birər chiqish yo'li tepishqa ehtiyojliq. Balalar tarbiyalanishga ehtiyojliq. Milliy da'vo kuchaytirilishga ehtiyojliq. Hayoti tahdid ostida qolganlar hayot qilishga ehtiyojliq. Milliy madaniyatimiz saqlab qolinishga va taraqqiy qilinishga ehtiyojliq. Ularning hech biri o'zligidan bo'lmaydi. Ularni ham boshqalar biz uchun qilib bermaydi. Ularning hammasi o'zimizga bog'liq. Shunga qurbonlik qilishga yordam qilish istiki bor qarindoshlar yordamni qaysi taraflarda qilganda va qanday qilganda texmi ahamiyatli bo'ladi degan jihatda o'ylashib baqsa. Albatta men bu yerda faqatla sog'lomlik nuqtasidan va millatimiz hozir eng ehtiyojli bo'lgan taraflarni chiqish qilib o'z ko'z qarashlarimni o'tirib qo'yib o'tdim. Mening diniy urf-odatlarni o'zgartirish va yoki uningga qarshi turish niyatim yo'q. Shunga hammanglarning bu masala ustida o'ylab beqishinglarni, agar so'zlarimda to'g'ri bo'lmagan mazmunlar bo'lsa, tuzitish berishinglarni va yoki to'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Tugidi. 2019 yil 21 iyul New York.